Dela prinsip. Men mana shu mashinada Dakansa boraman naxuy. Menga poxuy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qolmang aka. Salomatmi? Kimsiz? Shuni mashinaga ichib olib yo tashlab chiqmabsiz-ku mashinaga. Nima deganingiz bo'ldi? Nima deganim emas, просто mashinada ichmang demoqchiman-ku. Xohlasam ichaman, xohlamasam ichmayman. Qo'limda turibdi. Nimanda turibdi? Qo'limda turibdi. Nima mashinada ichish mumkin emas? Nima to'xtab oldingiz? Men sizga normal gapiryapman. Sizga normalni gapirib tushuntiryapman. Mana narsaniki. Nima ekan bu? Nimaligini bilib turibsiz-ku. Mashinada ichmang-ku, to'kilib kelsa sasiydi-ku. To'kilmaydi, qo'limda turibdi aka, xavotir olmang. Qayda mashina? Mana to'xtadim, tashqarida ichib oling, spokойно ketamiz, bilasizki. Men ham xotirjamroq ketaman. Erkak bo'laylik, hammamiz ko'chada yuramiz-ku. Bugun aka настроением zo'r edi. Настроением ham tiqadigan yeriga tiqib yordingiz-ku, bilat. Uka, men sizga bilat-silat qilmay yaxshi gapiryapman, uka. Men aytyapman sizga, ukam, tashqarida bemalol ichib oling, keyin o'tiring, dash ketamiz. Ajdanani yoqmayman. Aka, dela prinsip, men o'tirdimmi, borgan yerimda tushaman. Unaqa seniki meniki qilib o'tirmayman. Ukam, yaxshi gapga siz tushunmayapsiz. Aka, bu yaxshi gapingizmi? Yomon gapingiz qanday bo'ladi unda? Ukam, yomon gapirsam, uka, ichine qiynalib qolasizda. Yosh bola ekansiz, hurmat bilan gapiryapman. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Aka, hurmat izzat temasidan gapirish sizga emas. Uka, sport qilsa tong otib ketadi, ukam. Hammamiz ishda odammiz. Men sizga muomala bilan tushuntiryapman. Uka, mashinada ichish mumkin emas. Men xotirjam ketolmayapman. Sabab mashinaga to'kiladi, uka, lishniy problema bo'ladi. Bu ketmaydi zapxi. Aka, o'zingizni umniy ishlar qilyapsiz. Mashinaga to'kilsa o'zim sotib olaman shu mashinangizni taktugi bilan. Senga unday bo'laymi? Hozir bu yerda telefon bilan reanimatsiyadan joy ajratib qo'yaman. Uka, bo'lmasa men reanimatsiyaga tushmayin. Siz telefon qilishni hojati yo'q. Mashinadan tushing. Hammamiz o'z ishimizga nima qilaylik. Sportdan foyda yo'q. Aka, dela prinsip. Men mana shu mashinada Dakansa boraman naxuy. Menga poxuy. Nima qilsangiz qiling. Uka, sizga po'xuy bo'lsa, menga po'xuy emas, uka. Bir-birimizni tushunmayapmiz. Pastga tushaylik bo'lmasa. Konkretni shu yerda bir-birimizni tushunmayapmiz. Nimani isbotlay olasiz tushgan bilan? Tushaylik, gaplashamiz. Davay, tushing.